Kundalik faoliyatimizda shish hodisalari bilan ko'p duch kelamiz. Masalan, oyoqdagi shishlar. Paypoqni yechganda uni siqib turadigan joyida izlar qolishi yoki barmoqlar bilan oyoq kaft qismini bosganda chuqurchalar hosil bo'lishi yoki ertalab kiygan oyoq kiyim kunning ikkinchi yarmiga borib oyoqlarni siqishi va hattoki kechqurun borib ushbu oyoq kiyimni yechishda qiyinchiliklar bo'lishi yoki ertalab turganda qovoqlarda yoki yuzlarni shishib turishi yoki umuman tananing har qanday qismidagi shishlar, qorin bo'shlig'ida suvlar yig'ilishi, yurak atrofida suvlar yig'ilishi, o'pka atrofidagi suvlar yig'ilishi, bularning barchasi demak shish holati bilan bog'liq. Tibbiyotda shishga ta'rif organizmda suv muvozanatining buzilishi bo'lib, bunda to'qimalarda va a'zolarda, tana bo'shliqlarida ortiqcha miqdordagi suyuqlikni yig'ilishi bilan tavsiflanadi. Ortiqcha degan so'zga urg'u berib o'tish kerak, chunki normal holatda to'qimalarda, tana bo'shliqlarida ma'lum miqdorda suyuqlik bo'ladi. Bu suyuqlik ushbu to'qimani, a'zolarni ishlashida ishtirok etadi, yordamchi vazifasini bajaradi. Shu qismlarda demak suvni ortiqcha miqdorda to'planishi endi bu patologik holat, kasalliklarning asorati bo'lib hisoblanadi. Har qanday shish bo'lishidan qat'iy nazar buni sabablarini erta aniqlash muhim hisoblanadi, chunki ba'zi kasallik hisobiga rivojlanadigan o'tkir shishlar organizmni sog'ligi uchun jiddiy bo'lib hisoblanadigan kasalliklarning asorati bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa uzoq davom etadigan surunkali shishlarda to'qimalarda bosilishi, u joyda qonni yaxshi aylanmasligi, demak kislorod deymizmi, oziqa moddalar deymizmi, gormonlarmi, oqsillarmi almashinuvining buzilishi shu sohada to'qimalarda, a'zolarda moddalar almashinuvining buzilishiga sabab bo'ladi. Ayniqsa bu hayotiy muhim a'zolarda, buyrakda, o'pkalarda bo'ladigan bo'lsa, demak inson hayoti uchun yana ham ahamiyatni kasb etadi. Bu shishlar qanday hosil bo'ladi? Shishlarda yoki suvlarda yig'ilishi qon tomiri ichida qonning suyuq qismini demak to'qimalarga yoki tana bo'shliqlariga o'tish hisobiga hosil bo'ladi. Buni tushunish uchun tomir sistemasi haqida ozgina ma'lumot berib o'tishimiz kerak. Yurakdan katta qon tomiri aorta chiqib, tana to'qimalarga yaqinlashgan sari ular arteriya deb ataladigan tomirlarga, arteriyalar yana a'zolarda, ularda ichida juda mayda bo'laklarga bo'linib va bora-bora juda mayda qon tomirlar to'ri, kapillyarlar tomirlar to'rini hosil qiladi. Aynan mana shu kapillyar to'ri deb ataladigan joylarda moddalar almashinuvi sodir bo'ladi. Qon orqali boradigan oqsillar yoki kislorod, har qanday gormonlar almashinuvi mana shu kapillyar tizimida amalga oshiriladi. To'qimalarga kislorod o'tadi, oziqa moddalar o'tadi, to'qimalardan hosil bo'ladigan modda almashinuvi mahsulotlari yoki karbonat angidridlar qayta yana shu kapillyar tomirlarga so'rilib, vena qon tomirlari deb ataladigan tizimga o'tadi va bu yana yuqori va pastki qovoq venalar orqali yurakka qaytib tushadi. Yana shu bilan birgalikda mana shu kapillyar tomirlar tizimiga parallel ravishda limfa tomirlari ham joylashadi. Limfa tomirlarining organizmda vazifasi bu drenaj vazifasini bajarib beradi. To'qimalarda hosil bo'ladigan ortiqcha miqdordagi suyuqliklar limfa tomirlari orqali so'rilib, yuqori va pastki qovoq vena burchaklarida demak yana vena qon tomirlariga quyiladi. Endi shishlarning eng ko'p uchraydigan sabablari haqida gaplashamiz. Birinchisi surunkali yurak yetishmovchiligi. Ma'lumki, yurakning nasos funksiyasi mavjud. U qonni tomirlar orqali to'qimalarga haydab berish va yana pastki va yuqori qovoq venalar orqali qonni o'ziga qabul qilib olish kabi funksiyasi mavjud. Yurakda muskullarining qisqaruvchanlik kuchi turli kasalliklar tufayli pasayganda yurakning ushbu funksiyasi pasayadi. Va natijada qon tomirlarda, o'sha kapillyar tomirlar tizimida qonni dimlanishi, qonning suyuq qismini to'qimalarga o'tishi va asta-sekin shishlar rivojlanishiga sabab bo'ladi. Yurakka oid shishlarning keyingi bosqichlarida shishlar demak tananing pastki qismlaridan yuqori qismga tarqalib boshlaydi. Boldirlarda, sonlarda yoki yurakning atrofidagi pardalar orasida suyuqlik yig'ilishi, o'pkani qoplab turadigan pardalar orasida suyuqlik yig'ilishi, qorin bo'shlig'ida suyuqlik yig'ilishi yoki o'pka to'qimasida dimlanish kabi holatlar og'ir holatlarni chaqirishi mumkin. Yurakka oid shishlar tananing pastki qismlarida boshlanadi, simmetrik bo'ladi. Ya'ni o'ng oyoqda ham, chap oyoqda ham shishlar bir xil darajada bo'ladi. Yurakka oid shishlarni davolash surunkali yurak yetishmovchiligini bartaraf etishdan iborat bo'ladi. Surunkali yurak yetishmovchiligini davolashga oid ma'lumotlar bizni qansirashga oid mavzumizda ushbu guruh dorilari haqida gapirib o'tgan edik. 5 ta asosiy surunkali yurak yetishmovchiligini davolashda ishlatiladigan dorilar guruhi mavjud. Ikkinchi eng ko'p uchraydigan sabablar bu buyrak kasalliklari hisoblanadi. Ma'lumki, buyrakning organizmdagi vazifasi qonni filtrlash, siydik hosil qilish,
qondagi ortiqcha zaharli moddalarni siydik orqali chiqarib yuborish funksiyasi mavjud. Buyrak kasalliklarida mana shu funksiyalarni buzilishi organizmda ortiqcha natriy va suvni ushlanib qolishiga va organizmda shish rivojlanishiga olib keladi. Yana bir mexanizmga ko'ra, kapillyarlar qismida shikastlanishi, bu orqali siydikdan ko'p miqdorda organizmdan oqsil chiqib ketishi qonda oqsil miqdorining kamayishiga olib keladi. Ma'lumki, oqsillarni vazifalaridan biri qon tomirida o'zi bilan birgalikda qonni suyuq qismini tutib turish funksiyasi ham mavjud. Qonda oqsillar kamaygandan keyin qon tomirlaridan to'qimalarga qonni suyuq qismi chiqib, shish rivojlanishiga sabab bo'ladi. Buyrakka oid shishlarning boshlang'ich paytlarida shishlar demak asosan yumshoq to'qimalar sohasida, qovoqlarda, yuzlar sohasida kuzatiladi. Bora-bora bu shishlar demak tananing pastki qismlarida, oyoqlarda ham rivojlanishni boshlaydi. Buyrakka oid kelib chiqadigan shishlarda buyrakdan nefritik kabi sindromlarda davolashda demak urolog va nefrolog bilan birgalikda amalga oshiriladi. Uchinchi eng ko'p uchraydigan sabab bu jigar kasalliklari hisobiga rivojlanadigan shishlar. Jigarda har xil etiologiyalik gepatitlar, virusli gepatit, alkogolli gepatit yoki moddalar almashuvi natijasida kelib chiqadigan jigar kasalliklari yoki jigar sirrozida jigarning muhim vazifalari buziladi. Muhim vazifalaridan biri bu oqsil sintezini amalga oshirish. Qonda oqsillar, albumin miqdorining kamayib ketishi onkotik bosimning pasayishiga sabab bo'ladi. Natijada kapillyar tomirlar darajasida qonning suyuq qismi to'qimalarga o'tib shish hosil bo'ladi. Jigarga oid shishlar birinchi o'rinda qorin bo'shlig'ida rivojlanadi. Qorin bo'shlig'ida shishlar ko'payib, asta-sekin qorinning kattalashishiga, og'irlik hissining rivojlanishiga olib keladi. Bunga sabab demak jigarga kirib boradigan vena tomiri, vena porta degan vena qon tomiri bo'ladi. Jigar to'qimasining qattiqlashishi hisobiga ushbu tomirga ham demak bosim ortadi. Va bu qorin bo'shlig'ida ichki a'zolarda joylashgan kapillyarlar darajasida bosimning oshishiga va qorin bo'shlig'ida suyuqlik yig'ilishiga sabab bo'ladi. Jigar hisobiga kelib chiqadigan shishlarni davolashda qaysi kasallik hisobiga ushbu holat rivojlanganligini aniqlash va shunga doir davo muolajalari olib boriladi. Ushbu kasalliklarni davolash mutaxassis gepatolog orqali amalga oshiriladi. To'rtinchi eng ko'p uchraydigan shishlardan yana biri bu endokrin tizimi, qalqonsimon bez bilan bog'liq shishlar. Gipotireoz holatida qalqonsimon bez funksiyasi pasayganda kelib chiqadigan shishlar. Buning asosiy mexanizmi T3, T4 gormonlari bilan bog'liq. Ushbu gormonlar demak to'qimalarda fibroblastlardan glikozaminni glikan deb ataladigan moddalar sintezini normal holatda demak sintezini kamaytirib turadi. Ushbu gormonlar yetishmaganda to'qimalar orasida ushbu moddalarning hosil bo'lishi oshadi. Glikozaminni glikanlar tabiatan ular suvni yoqtiradigan moddalar hisoblanadi va mayda qon tomirlarida, kapillyarlarda suvni o'ziga tortib, to'qimalarda shish rivojlanishiga sabab bo'ladi. Gipotireozga oid shishlar rivojlanishning keyingi bosqichlarida bu shishlar juda ham qattiq bo'ladi. Bosganda demak juda zich diuretiklarga, siydik haydovchilarga, dorilarga demak samarasi juda ham kam bo'ladi. Ushbu turdagi shishlarni davolash mutaxassis endokrinolog tomonidan amalga oshiriladi. Beshinchi eng ko'p uchraydigan sabablardan biri oyoq vena qon tomirlarining kengayishi, varikoz hisobiga kelib chiqadigan shishlar. Ma'lumki, vena qon tomirlari devorida muskul qavati juda ham nozik bo'ladi. Shuning uchun muskullarni qisqarib, qonni haydash imkoniyati vena qon tomirlarida bo'lmaydi. Oyoqda o'sha vena tomirlarida yuzaga keladigan to'siqlar yoki venadagi klapanlarning yetishmovchiligi yoki uzoq muddat tik oyoqda turib ishlash vena qon tomirlariga yuklamalarni oshiradi va buning natijasida shishlar rivojlanadi. Yana bir holat vena tomirlarining yallig'lanishi hisobiga kelib chiqadigan shishlar. Vena tomirlari yallig'langan sohada shish, o'sha joyda og'riqlar, qizarish paydo bo'lishi, bu demak zudlik bilan mutaxassis flebolikka murojaat qilishga to'g'ri keladi. Chunki bu joydagi yallig'lanish keyinchalik bu joyda tromblar yig'ilishi, tromblarni vena qon tomirlari orqali yuqoriga harakatlanib, o'pkalarga tromblar tiqilib qolishi hayot uchun xavfli hisoblanadigan tela kabi holatlarga chaqirishi mumkin. Oltinchi eng ko'p uchraydigan sabablar bu limfa tomirlari hisobiga kelib chiqadigan shishlar. Yuqorida aytib o'tdik, kapillyar tomirlar tizimi darajasida limfa tomirlari ham mavjud bo'ladi. Limfa tomirlarining asosiy vazifalari drenaj vazifasini bajaradi. Ya'ni o'sha so'ralmagan ortiqcha miqdordagi suyuqliklar limfa orqali pastki va yuqori kavak venalar orqali yana yurakka qaytariladi. Limfa yo'lidagi yuzaga keladigan har qanday to'siqlar limfada ushbu suyuqliklarning dimlanib qolishiga va limfa hisobiga shishlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Yettinchi holat yana ko'p uchraydigan holatlar bu roja, saramas kasalligi, asosan oyoqlarda rivojlanadi.
infeksiya hisobiga rivojlanadigan shish bo'ladi. Infeksiya sohasida rivojlangan shish aniq chegaralarga ega bo'ladi. Ushbu sohalarda teri qizargan, sog'lom va yallig'langan teri aniq chegaralar bilan ajratib turiladi. Ushbu holatda infeksionist mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi. Va yana ko'p uchraydigan shishlardan nevrogen shishlar, toksik, allergik shishlar, shuningdek kaxeksik yoki oqsilsiz yoki oqsildan yetarli miqdorda qabul qilinmaslik natijasida kelib chiqadigan shishlar ham mavjud.